Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 29-iyul 2026-yil navbatdagi pritsepimizni akamizga Sirdaryoga topshirdik, zakaz qilganlar. Javob qilib hammasini. Rahmat. Ko'ngildagidek qilib. Qo'llarimiz dard ko'rmasin, yaxshi chiqdi, yoqdi. Olib ketyapmiz. Qo'l tashlagani. Yaxshi kunlarga hurmat qilsin. Rahmat. Buni qayerdan ko'rdingiz bu aravani? Bunaqa stildagisini. Boburdan. Boburdan ko'rdingiz, ha? Bobur shunaqasini olib ketgan. Ha. Bobur aka olib ketganda Sirdaryoga berganmiz bunaqa stildagisini. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, YouTube'da nimamiz bor. Keyin pastga ochiq qilib, orqadan silindrli spesialniy qo'y uchun. Havo aylanib turadi ichida. Ustiga yomg'ir tushmaydigan qilib, mo'shni qilib, chiroyli qilib taxlab berdik. Buni Damas mashinasiga taxlab berdik. Damas mashinasiga parkovlari, tok montajlari, zanjirlari, 1.600 zamoklari bilan ana chiroyli qilib topshiryapmiz. Bunda havo bemalol aylanadi, hech qanday qo'ylar haliga aylanishga spesialniy qilingan bu mana ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaversizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar.